Toshkentdagi park ko'lida baliqlar tiriklay nobud bo'lmoqda. Gap shundaki, poytaxtdagi parklarning birida joylashgan ko'lda mayda baliqlar ommaviy ravishda halok bo'layotgani kuzatilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ko'lning ayrim qismida suv sathi keskin pasayib ketgan va natijada baliqlar suv kirib bormaydigan hududda qamalib qolgan. Shu sabab ular kislorod va suv yetishmasligi tufayli nobud bo'lmoqda. Eng achinarlisi, bu joy avvallari odamlar kelib, baliqlarga yem beradigan, tabiatdan zavq oladigan, bolalar bilan sayr qiladigan go'zal maskanlar biri edi. Hozir esa o'sha joyda baliqlar ko'z o'ngimizda nobud bo'lmoqda. Ayniqsa, liliyalar ekilgan hududlarda oldin baliqlar ko'p bo'lgan. Ayni paytda esa suv kamayib ketgani sababli ular chiqib keta olmaydigan tuzoqda qolib ketgan. Mas'ul idoralardan ushbu holatga zudlik bilan e'tibor qaratish va tezkor choralar ko'rish so'raladi. Tabiat tomosha uchun emas, himoya qilish uchun berilgan omonat. Xo'sh, sizningcha bunday holatlarga kim javobgar bo'lishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.